Assalomu alaykum, biologiya xosmatlari. Demak, siz bilan bugungi gaplashadigan mavzularimizdan biri bu jins genetikasi bo'ladi. Hozir video sal qorong'ida o'ynayapti, to'g'risi charchaganmiz. Ba'zi bir joyida sal xato kamchilik bo'lib qolsa, oldindan uzr, xato kamchilik bo'lmasligiga harakat qilamiz. Jins o'zi nima? Jins bu asosan organizmlarning gametalari hosil qilish orqali nasl qoldirishi, irsiy axborotlarni kelgusi avlodlarga uzatishni ta'minlaydigan belgi va xossalarning yig'indisi hisoblanadi. Jins genetikasida asosan jinsiy dimorfizm degan tushuncha bor. Jinsiy dimorfizm o'z navbatida asosan erkak va urg'ochilarni bir-biridan ajratib turadigan belgilarning yig'indisi hisoblanadi. Lekin ayrim bir organizmlarda jinsiy dimorfizm kuzatilmaydi. Ya'ni erkak urg'ochini bir-biridan ajratib bo'lmaydi, tashqi ko'rinishga qarab. Bular aslida mollyuska, g'ozlar va bir qancha organizmlarni misol keltirish mumkin. Ularni siz tashqi ko'rinishiga qarab bir-biridan ajrata olmaysiz. Lekin boshqa bir organizmlarni esa tashqi ko'rinishi yoki jinsiy gormonlari, jinsiy bezlariga qarab bir-biridan ajratsa bo'ladi. Xo'p, endi jinsiy farqlar ham o'z navbatida birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi jinsiy farqlarga demak o'sha jinsiy organlar va jinsiy bezlarni misol qilish mumkin yoki jinsiy gormonlar, androgen va estrogen. Xo'p, ikkilamchiga esa misol keltiriladi, demak soqol, mo'ylov va ko'krak bezlarining rivojlanishini misol qilishimiz mumkin hisoblanadi. Keling, jins genetikasini biz insonda ko'rib chiqamiz. Demak, insonlar ham o'z navbatida jinsga qarab ikkiga bo'linadi, erkak va ayolga bo'linadi. Erkaklarda bir juft urug'don, ayollarda esa bir juft tuxumdon bo'ladi. Demak, bu yerda endi jins nisbati demak 2 ga 2 bo'lib, 1 ga 1 nisbatda bo'ladi. Bilamiz, insonlarning somatik hujayrasida 46 ta xromosoma bor. 46 ta xromosomadan 44 tasi avtosoma xromosomalar hisoblanadi. Bu asosan erkaklarda ham, ayollarda ham bir bo'ladi. Lekin jinsiy xromosomalar esa erkak va ayollarda farqlanadi. Ya'ni ular 2 ta bo'ladi. Shunda 44 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, 46 ta xromosoma bo'ladi. Demak, o'sha siz ko'rib turgan 44 ta avtosoma xromosoma. Va bu yerda yozib qo'yganimiz esa, demak, erkaklarda XY, ayollarda esa XX ko'rinishda kelishi mumkin. Va XX holatda jinsiy xromosomalar kelsa, bunday organizmlar gomogametali organizmlar deyiladi. Agarda jinsiy xromosomalar bir-biridan farq qiladigan bo'lsa esa heterogametali organizmlar deyiladi. Erkak va urg'ochi organizmlar o'zaro qo'shilish natijasida keyingi avlodlarda erkak yoki ayol bo'lishini aynan heterogametali organizmlar belgilab beradi. Odamlarda aynan erkak organizm bu yerda keyingi avlodlarda erkak yoki urg'ochi bo'lishini ta'minlab beradi. Nima uchun? Chunki X yoki Y xromosoma kelib qolgan taqdirda keyingi avlod erkak yoki urg'ochi bo'ladi. Ba'zi organizmlarda bo'lsa buning teskarisi, ya'ni erkak organizm belgilab bermaydi, to'g'ridan-to'g'ri urg'ochi organizm belgilab beradi. Ya'ni urg'ochi organizm bu yerda heterogametali bo'lib qoladi. Keling, shularni ko'rib chiqamiz. Demak, asosan odam, hayvon va ayrim hasharotlarda urg'ochisi gomogametali, erkak esa heterogametali bo'lganligi uchun aynan erkak urg'ochini, keyingi avlodlarda erkak urg'ochi bo'lishini erkak organizmi belgilab beradi. Lekin ba'zi bir organizmlar bor, buning teskarisi bo'ladi. Aynan bular qaysilar? Reptiliya, qush va kapalaklarda urg'ochisi heterogametali, erkak esa gomogametali bo'ladi. Aynan bu yerda endi keyingi avlodlarni urg'ochi yoki erkak bo'lishini aynan urg'ochi organizm belgilab beradi. Ba'zi bir organizmlarda ham bitta xromosoma yo'qolib qoladi, ya'ni meyoz bosqichida, va bu yo'qolib qolganligi uchun xromosoma bittaga kam bo'lib qoladi. Shunday organizmlar ham uchrab turadi. Demak, bunday organizmlarga nima qaysilar kirib ketadi? Qandara, ninachi va chigirtka aynan mana shunday organizmlar hisoblanadi. Ya'ni urg'ochisi XX bo'ladi, lekin erkakda esa X0 bo'ladi. Nimaning hisobiga? Meyoz bosqichida bitta jinsiy xromosoma yo'qolib qolganligining hisobiga X0 holatda yoziladi yoki 0 yozmasangiz ham bo'laveradi. Asosan bu yerda
erkak urg'ochi bo'lishini aynan erkak organizm belgilab beradi. O'zi bunday qarasangiz, bu holat bilan bu holat bir xil, faqat bu yerda Y xromosoma bor, bunisida yo'q xolos. Shunisi farqi bor. Demak, erkak bu yerda heterogametalik bo'lib, keyingi avlodlarni erkak yoki urg'ochi bo'lishini ta'minlab beradi. Qandalarda jami 14 ta xromosoma bor urg'ochisida. Erkagida esa 13 ta xromosoma bor. Nimani hisobiga? Chunki bitta xromosoma yo'qolib qolganligini hisobiga. Chigirtkalarda urg'ochisida 24 ta, erkagida esa 23 ta xromosoma bo'ladi. Bitta xromosoma yo'qolib qolganligi uchun. Ba'zi bir organizmlarda xromosomalar ZZ ko'rinishda yoki ZW ko'rinishda kelishi mumkin. Bu qaysi organizmlarda? Bu tovuqlarda aynan shunday bo'ladi. Tovuqlarda demak, erkagi ZZ, ya'ni gomogametalik, urg'ochisi esa heterogametalik, ya'ni ZW ko'rinishda bo'ladi. Aynan tovuqlar ham qushlar sinfiga kirganligi uchun bu yerda demak, urg'ochisi keyingi avlodda erkak yoki urg'ochi bo'lishini ta'minlab beryapti. Lekin balki shunday organizmlar ham bor, samatlik hujayrasi ikki to'plam bo'lmaydi erkagida. Bular qaysilar? Demak, chumoli va asalarilarda aynan urg'ochisida ikki to'plam bo'lib 32 ta xromosoma bo'ladi. Ha, lekin erkagida esa to'plam bo'lib 12 ta bo'ladi. Nimani hisobiga? Zo'rmaytirib loyiha haqida ketib qolibdi. Nimani hisobiga? Chunki bular asosan partogenez usuli bilan rivojlanganligi uchun erkagi, ya'ni urug'lanmagan tuxum hujayradan hosil bo'lganligi uchun ularning to'plami 16 ta bo'lib qoladi. Ya'ni xromosomalar soni somatik hujayrada. Jins genetikasini aniqlashda asosan 3 ta metoddan foydalaniladi. Bular demak, program, singam va epigam usullari. Program bu yerda demak, urug'lanishdan oldin, ya'ni spermi va tuxum hujayra qo'shilmasdan oldin siz tuxum hujayraga qarab turib, undan erkak yoki urg'ochi organizm rivojlanishini bilib olish mumkin. Agar tuxum hujayra yirik, sarg'inlikka boy bo'lsa, bundan urg'ochi organizm rivojlanadi. Agarda tuxum mayda, sarg'inligi kam bo'lgan bo'lsa, bundan erkak organizm rivojlanadi. Bunga misol qilib kloratka bilan chuvalchang misol qilib berilgan. Kloratka bu yerda qush, eslatib o'tish kerak. Keyingisi singam. Urug'langanda erkak yoki urg'ochligi ayon bo'ladi. Xo'p, bunga misol qilib sutemizuvchilar va drozofila meva pashshasi berilgan. Keyingisi epigam. Asosan urug'lanishdan keyin, ya'ni tuxum hujayra va sperma qo'shildi. Endi shu otalangan tuxum hujayra mustaqil hayot kechiradigan bo'lsa, bundan urg'ochi organizm rivojlanadi. Endi otalangan tuxum hujayra, ya'ni otalangan degani bu urug'langan tuxum hujayra parazit hayot kechiradigan bo'lsa, undan erkak organizm rivojlanadi va bunga misol qilib ayrim chuvalchanglar keltirilgan hisoblanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying, kommentariyga o'z fikringizni bildirib qo'ying. Xo'p, asosan qaysi mavzularda ko'proq muammo bo'lyapti, shularga asosan yechim qilishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.